Assalomu alaykum va rahmatulloh. Yaxshimisizlar azizlar? Bugungi sanamiz 12 fevral 2026-yil. 2026 fevral kunidagi pomidorlarimizni holati mana shunday bir ajoyib gullashga tushgan pomidorlarimiz. Orada buni 7 fevral kuni sug'lab oldik. Bir 2 tonnadan oshiqroq, bir 3 tonnaga yaqin. 2 tonna 800 mi shunday. Vardanza sorti, shu vardanzani har doimgidek bargini chaparilib qolishi, bilmayman bu nimadan bo'ladi. O'tgan yil ham shunday bo'lgandi. Lekin o'sishdan, rivojlanishdan to'xtagan yo'q edi. Mana shunday holatlari bugungi holati. Bularni bu tarafni o'zi jipga olishga kelib qoldi. Ishi juda bir qizg'in vaqtiga keldi tabilarim. Bu taraflarni o'sib ketgandi. Xabarlaringiz bor. O'sib ketgan ko'chat edi. Bu tarafini jipga olgandik. Jipda ham qanday qilib oldik hozir ko'rsataman. Ipni pashshaxonani simini ustidan mana shunday prischib o'tkazib, bir qator o'tkazib, mana shunday qilib bog'lab chiqdik. Ikkovini bittaga qilib. Buni xo'sh. Buni har bir simga bo'lmasa-da har joydan yoki har joydan desak ham bo'ladi. Mana shunday qilib bir aylantira oldik. Nimaga? Chunki yana bir sovuq bo'lib qolsa, mabodo sovuq kelib qolsa, mana shu pashshaxonalar bu tarafga tortilgan payt ipimiz o'ynamasligi uchun. Agar bu o'ynaydigan bo'lsa, pomidorlarni tomiriga ziyon yetadi. Hozirgi kundagi holatlari mana shunday. Ipga olganmiz. Mabodo sovib qolsa, mana do'gasini ham olganim yo'q hali. Sovuq bo'lmasin, uncha qo'rqitadigan qilib. Sovuq bo'lgan taqdirda ham mana shunday iplarni shunday yechib pastga yiqitib chiqamizda, keyin yana 3-qavatda ham yopib qo'yamiz. 0 gradus yoki 2 gradus sovuq bo'ladigan bo'lsa, mana shunday pashshaxonalarda tortib qo'yamiz, bo'ldi. Unday ta'sir qilmaydi. Inshaalloh. Xudo xolasa. Bularga hozircha oziqalar bermayapman. Chunki suvni o'zini quydim. O'tgan marta suvlaganimizga ham. Chunki oziqani hosilga kirgandan keyin yaxshi bermoqchiman. Chunki hosillarni kattartirish maqsadida. Nima oziqa kerak bo'lsa, o'sha hosilga kirgandan keyin baribir kuchi, mana yerdagi kuch, o'zimcha o'ylayman, yerdagi kuch mana shu ko'chatga yetadi. Oziqasi yerdagi oziqa hozirgi holatiga yetadi deb o'ylab, keyingi hosillari tepaga chiqqan payt, kuchi yetmay qolgan payt, o'sha paytda oziqa berishni niyat qilib turibman. Bu o'zimning fikrim, yoki berish kerakmi? Holatlari, hozirgi holati mana shunday. Semizligi, ariqligi mana shunday. O'sib ketgani uchunmi mana yerlari yo'q qolgan. Vaqtidan o'zi yo'q edi. Ingichka bo'lib qoldi. Keyin endi bu taraflari semirib boshlagan mana.
ko'rishlaringiz mumkin. Narigi taraf ham bo'ladi, yomon emas. Semizligi tanasini. Bunga 7-fevral kuni shu suv quydim. Hisoblab ko'rsam 11-yanvar kuni suvlagan ekanman. 3 kun ekan, 4 kun ekan, 1 oy bo'libdi pashta. Suvlaganimdan keyin natijalar yaxshi bo'ldi, o'zgarib, ko'karib. Tomirlarim ancha-muncha yuribdi. Ana shu hozir mana shu yerni ochib ko'rdim. Yaxshi yurgan ekan tomirlarim. Shu ko'p ochmadim, o'zi kelib qolgan. Bu tarafga ham. Nasib bo'lsa inshaalloh Xudoyim o'zi xursand qilib qo'ysin. Ana shunday holatlari. Guli ochilgan-u, lekin mana shunday yariki bu mana shunday bo'lib ochilmaganda, sal ochilyapti. Ochilgani ko'p bo'lgandan keyin chaqnatishga tushishni niyat qildim. Qaniydi bir kun ikki o'tadi. Quyosh ham yaxshi chiqib bersa, hozir bulutli kun bo'lyapti. Hozir ham bulut. Quyosh ham unchalik emas. Quyosh yaxshi chiqsa, ular ham yaxshi ochiladi. Pomidorlarimiz hozir birinchi shona bu, ikkinchi shonani endi chiqaryapti. Hozirgi holatlari. Mana. Endi yaxshi ko'rindi. Birinchi shona. Bu ikkinchi shona. Endi chiqaryapti. 12-fevral sanadagi holatlari. Mayli, sog' bo'ling, salomat bo'ling.